Busiz endi uy qurish O'zbekistonda bo'lmaydi. Ikkinchidan 2 yildan keyin ochiq gap g'ishtda qurilishni kamaytiramiz. Mana bu yozda salqin, qishda issiq. Qoraqalpoq Xorazm saroyiga buni 2 barobar qalinroq qilish kerak. Sovuq issig'iga qarab, regionga qarab. Hatto prezidentimiz maqtab o'tgan bazalt plitalar haqida keling gaplashib o'tamiz. Siz albatta bazalt plitalarni qurilish fasodida ko'rib aniq o'ylangansiz. Nima deb o'ylaysiz? Qanday xususiyatlari borki, hamma binolar foydalanmoqda? Bazalt plitalari asosan bino tashqi fasadiga ishlatiladi va ommalashganini sababi bu ko'chadagi shovqindan, yong'indan, issiqdan va sovuqdan himoya qiladi. Chunki ushbu plitalar bazalt toshdan tayyorlanadi va suvga, olovga chidamli hisoblanadi. Bazalt plitalariga hech qanday kemiruvchi hayvonlar zarar yetkaza olmaydi va ekologik toza mahsulot bo'lib, inson sog'lig'i uchun hech qanday ta'sir o'tkazmaydi. Siz ushbu bazalt plitalarni Andijondagi birinchi qo'l Stroybaza nomer 1dan xohlagan to'lov usulingiz orqali xarid qilib chiqarishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.